Assalomu alaykum o'qituvchilar. Bugungi bu darsimizda biz mush kompyuter o'qiyotgan o'quvchilarimizga yandash holda mushu ba'zi ingliz tilini qo'shib o'tab beramiz. Bu albatta mukammal ingliz tili emas. Mushu darsdan foydalanib biz ba'zi atalg'ularni mush uyg'ur tiliga moslashtirib, selishtirib tushuntirib qo'yamiz. Mushu darsni ko'rgandan keyin boshqa materiallarni yandab ko'rib, texmo yaxshi o'zlashtirib olsanglar bo'ldi. Biz bugün sözləyən temimiz muşu şəxslər cümlə içidiki zaman, bip ilə artikul toğruluq muşu töt temi ilə biraz toxtalıb ötümüz. Nima üçün şəxslərni biz tanıb çıxışımız kerak? Cümlə şəkli şəxslər qarab özgürdü. Şunun üçün şəxs bolğan düşüncemiz yaxşı bolaş lazım. Zaman. Cümledeki pilla zaman qarab özgürdü. Şunun üçün ən addisi o'tgan zaman, hozirgi zaman, kelgusi zaman bilan qisqacha tanishib chiqamiz. Bip ile mush inglizchada tunni qatda mush til chiqqandan tortib mush ingliz tili o'qiyotgan o'quvchilarning bip bilan uchrashadi. Article. Bu tillarda ba'zi an, ba'zi ay, ba'zi mush z o'xshash artikullar bilan tanishib chiqamiz. Qandoq yerda ishlatamiz, qandoq yerda ishlatmaymiz. Mushu to'rt tema bugungi bizning tushuntiradigan muhim noktalarımızdan birisi. Endi biz tunji qatda bu şəxslər dedik hamda. Bu şəxslərni biz şu baş keliş almashlarını misal qilib turib bu şəxslərni tushuntiramiz. Şəxslər desa tunji qatda oldinga men, sen, u degan mushu so'zliklar oldinga kelsin. I, men birinchi shaxs. You, sen ikkinchi shaxs. He, u uchinchi shaxs. Mushu şəxslər mushunda bo'ldi ekan deb tushunib olsanglar, qolgani ma keyingi bətdə təfsili çıxdı. Biz endi bu başqalaş almashtirni misal qilib turib, I, men, birlik, we, biz, ko'plik, birinchi shaxs, you, sen, birlik, you, sizlar, ko'plik, ikkinchi shaxs. Ikkinchi shaxs bu birlik bilan ko'plik asosan o'xshash. Buni biz jumlaniki kontekstga qarab turib farqlantiramiz. Endi uchinchi shaxs he, u, er, she, u, ayol, it, u, narsalar. Bu uchinchi shaxs birlik. They degani they, ular. Bu uchinchi shaxs ko'plik. Mushdan qarab biz oldi deganga mushu mustaqil boshqalikka almashtiramiz. Shaxs tarafdan 3 turga bo'linib ketgan. Birinchi shaxs, ikkinchi shaxs, uchinchi shaxs deb. Ondan buning birlik bo'lgan, ko'plik bo'lgan. Mushin pishiq o'rganib biz boshlardan anlagan chaqdimi yoki biz so'zlagandimi, mushdan anqirib turib so'zlasak, bu tilimiz nihoyat ravon keldi. Hali oldimiz bir odam gap qilsa, manda da'vatibdi deb ko'nglimizni tarjima qilib, ondan gapini deymizsakchi, oldimizga dem saqlab turmaydi. Shu imkonimiz intayin tiz bo'lish uchun mushu almashlar va ularningki shaxslarni birinchi shaxs, ikkinchi shaxs, uchinchi shaxs turlarini pishiq o'rganib olishimiz lozim. Endi oldin qattiq ingliz tillik almashlar deb 5 turlik almashlarni tushuntirib o'tgan. Endi uningdan 5 turlik almashdan bilgan so'zlik, hatta buni cho'qim so'zlaymiz degan gap emas. İngiliz tilida bor yo'q, mushu 5 turlik almash bo'ldi, xabaringiz bo'lsin demoqchi. Ma birinchi qatardagi mustaqil kichik almashlar, to'ldiruvchi almashlar, eglik sifatli almashlar, eglik almashlar, o'zlik almashlar. Mushni biz bir-birlabcha tafsil o'qiymiz. Bizning hozir to'xtalganimiz mushu mustaqil kichik almashlarni tanishtirib turib, qolgan jumlalarga oddiy jumlalarni qanday tuzamiz, biz buningda tafsilot to'xtalamiz. Hamda cümle kirişten burun bu fe'llardagi zaman hukmini azroq tushunib olmasak bo'lmaydi. Biz hozirdan tortib so'zlasak, mushu 3 zamonni ishlatamiz. Mau past o'tgan zaman, present hozirgi zaman, future kelgusi zaman. Mushu 3 zaman o'tgan zaman bo'lsa, hozirgi vaqtda ilgari qilingan yoki yuz bergan harakatlar bo'ldi. O'rgandim, o'rganib olibdi. Hozirgi zaman növbətdə qılınıyotgan, yüz beriyotgan harakatlar, o'rganyapman, uxlayapman, top o'ynayapman, tamoq yeyapman degan hammasi hozirgi zamonga tava. Mushuni ifodalashda qanday ifodalaymiz? Kelgusi zaman, kelgusida qilinadigan yoki yuz beradigan harakatlar. O'rganaman, o'ynayman, bozor aylaman, so'lsat qilaman degan hammasi kelgusi zamonga tava. Shu biz eskartadiganimiz o'quvchilar bu İngiliz tili 16 zaman bakayın ise 5'imiz pırrın kayıp gidecek.
tunji qatim yangi o'rganganligi bu 16 zamonning gapini qiysoq qachon dugunib bo'lama deb bir psixikalik besim paydo bo'lishi mumkin. Men mushu zamonning jiqliqida 2 qatim yenib ketgan. O'qimaychi. Keyin bu tajribali ustozlar uchilgandan keyin sen mushu zamonni bilsang bo'ldi, ravon so'zlaysa deganga qizib o'sha zamonni bilib bo'lgandan keyin asta-asta qolgan zamonni bilib ketdim. Demakchi, biz mushu 3 zamonni eng oddiysi tunji qatim 3 zamonga bo'lgan tushunchimiz yaxshi bo'lsa, biz gap so'zlarni to'g'ri ifodalay demakchi. Bu zamondagi hukmlar. Pilniki zamon hukmlari. Endi bu to be degan fe'l biz bepili deb ataymiz. Bu bepili tunji qatim o'sha inglizcha tilimiz chiqqan chog'da ko'p ishlatamiz. Masalan, bu bepilni biz hozir bayatda 3 zamonni dedik-ku, hozir buni 3 zamon qilib qutulamiz. O'tgan zaman mavi yeshillikning ichidagi, ma binafshirangniki hozirgi zaman, mavi ko'krangniki kelgusi zaman. O'tgan zaman, hozirgi zaman, kelgusi zaman deb bir tushunuvda. Biz bu bak oddiy narsa bu. Ma'noda 2 tallam bor. Ma'noda 3 tal, ma'noda 1 tal bor. Biz hozir bu so'zlayotgan, hozirgi mitirlayotgan, harakat qilayotgan zamonimiz hozirgi zaman bo'lganligi uchun biz hozirgi zamonni tunji qatim o'rganamiz. M Mushu bepilniki turilinib chiqishi hozirgi zaman kelishi M bo'lsam, I am, men bo'lsam. You are, sen bo'lsam. He is, u bo'lsa. She is, u bo'lsa. It is, u bo'lsa. Bu bo'lsa 3 keldiganlik uchun men qolgan ekanman, birnama kelib qo'ydim. Demakchi bu yerda am, are, is mushu bepilninki mushu hozirgi zaman turilishi ekan deb tushunib olsanglar bo'ladi. Mushu pishiq o'rganib olsanglar, men mushuni ishlatibchi ko'plagan jumlalarni tuzaman. Endi bu nima azadi desa, am, is, are. Mavzu qaranglar. Amni qanday yo'lga ishlatamiz? I am. Bir yo'lda ishlatilgansiz gap tugdi. Isni qanday yo'lga ishlatasiz? He is, she is, it is ga yo'lga bu yodlayotgan. Pishiq yodlayotgan. Mushtaya keldi bu. Are qanday yo'lga keldi? We are, you are, they are. Demakchi, birinchi shaxs ko'plikka arni ishlatadiganmiz. Yodlab olsangiz bo'ldi. Ikkinchi shaxsga mutlaq arni ishlatadiganmiz. Tamam. Üçüncü şahsın köplikiga yan arni ishlatadiganmiz. Bo'ldi, ma ketekchini uchun ko'rversiniz, ma endi birini deb qutuldingiz. Tamam. Ikkinchisida izgin üçüncü shaxs ishlatadigan, bu bek oson ekan. Uchinchisiga ozroq lam tafakkur qilsangiz, bo'ldi. Bu mushu bepilninki hozirgi zaman turilishlarini qanday yerda ishlatadiganligimiz nihoyatda aniq bo'ldi degan gap. Endi biz buni da o'tib ketib, mushu cümleçe kirishdan burun artikul deyilgan bir narsa var. Bununla qisqa tunishimiz. Hem nadir bunu tushundirmasak mi bo'ldi, lekin bir tushunchani qilib qolsa, yaxshi. So'zlaganda, ba'zi materialni ko'rganda biz oson tarjima qila olamiz. Artikul degan nima? Aniqlik va aniqsizlikni farqlantirish omili dedi. Bu shu jumlaninki ba'zi aniqsizlikni bu farqlantirib turadi. Shu yerga ma artikul, aniqlik artikuli bo'ladi, aniqsizlik artikuli bo'ladi deb miyaga biz sherilab qo'ydik. Endi bu an, z degani mush artikul. Ma ikkisi bir hukmni bildiruvchi ma o. Ma kelish o'xshamagan bilan ikkisi bir hukm. Ma bir hukm. Shunday biz bu yerda aniqsiz artikul qanday bo'ldi desa, konkret bo'lmagan, sanig'ili bo'ladigan yakka ismlarning oldida bu an ishlatamiz. Sanig'ili bo'lmaydigan ismlar ya ko'plik ismlarning oldida bu kelmaydi. Bu avlin ennichu biz ishlatmaymiz. Yani ma ikkisiniki biraqla mush tushunchisi mushu. Ma oqibat sharisi qistirib qo'ydim, ma sariqning hammasi mushkilasi qartilgan gap. Endi nimish en keldi desa, enning ishlatilishi so'zuq tovush bilan boshlangan ismlarning oldida en keldi dedi. Ben buningga tafsiliy misollarni hozir keltiraman. Mushaqirab biz olsangiz bo'ldi. Endi z qanday ishlatildi? Aniqlik artikuli. Sanig'il bo'lsin bo'lmasin, birlik bo'lsin, ko'plik bo'lsin, alohida xos, mashhur kishilarning va yer joy nomlarining oldicha bu z keldi. Buning men tafsilotini aniq tushundiraman. Bu yerda mushun nimaligini aniq uqvasanlar bo'ldi. Chunki biz buni tunji qatim biz til chiqarganda ko'p ishlatamiz-ku buni.
Miyege ben kıstırıp koydum. Manın qarsanlar artikellarını işletiş dedim. Miyede eyni qanday işletirkenmiz. Konkret bo'lmagan sanğılı bo'lgan yek isimlarning oldiga keladi. Sanğılı bo'lmaydigan isimlar ya ko'plik isimlarning oldida bu kelmaydi dedi. Nayet aniq qoldi. Ma'lum misollar. Endi qanday ishlatamiz? O'xshash gapni qildim. Konkret bo'lmagan sanğılı bo'lgan yek isimlarning oldiga keldi. Sanğılı bo'lmaydigan isimlar ya ko'plik isimlarning oldiga kelmaydi dedi. İkisinin roli o'xshash ekan. Ammo nimishqa en deydi desa, en eğer isimlarning birinci harfi 5 tane so'zliq tovushlarning biri bilan boshlanib qolsa, şu isimlarning oldida enni ishlatamiz deydi. Tafsili bo'ldi-ku, mana bu yerda an apple, an egg, an ant, an orange deb bunda ishlatdi dedi. Mao Zi sanğılı bo'lsin, bo'lmasin, birlik bo'lsin, ko'plik bo'lsin, alohida xos mashhur kishilar va yer joy nomlarining oldiga keldi dedi. Adroq misolni keltirib qo'ydik, lekin biz hozir buni bilan to'xtalmaymiz. Ma evlen enni bilib olsak, ma'noda biz ayrim bir to'xtalamiz. Veya qarasangmi, yer shari, dunyo, osmon, havo deb turdi-ku, hammasining beshiga mashhur bo'lib ketganlik uchun ma'ni ishlatdi dedi, zi keldi dedi. O'shunday to'xtab tursak, qolgan men ma'ni tushundirganda tafsili tushuncha beraman. Endi men bu yerda mushu olmash, oy Andın a izninki qaysini ishlatamiz, emni ishlatamiz dedi. Ay kelganiki em keldi dedi, to'g'ri? Endi ayni ishlatdi. Student ismini ishlatdi. Shundan I am a student. Men bo'lsam bir o'quvchi dedi. Birinchi shaxs birlik. We are students. Biz bo'lsak o'quvchilar. You are a student. Siz bo'lsangiz bir o'quvchi. You are students. Sizlar bo'lsangiz o'quvchilar. He is a student. O bo'lsa bir o'quvchi. She is a student. O bo'lsa bir o'quvchi. It is a cat. O bo'lsa bir mushuk. They are students. Ular bo'lsa o'quvchilar dedi. Buning qarasanglar, birinchi shaxs birlik, birinchi shaxs ko'plik, ikkinchi shaxs birlik, ikkinchi shaxs ko'plik, uchinchi shaxs birlik, uchinchi shaxs birlik, uchinchi shaxs birlik, uchinchi shaxs ko'plik dedi. Mushunda biz shaxslarni va mushu yordamchi B pilininki türünüp chiqqan a izni qandoq ishlatishni biz tafsili ko'ra olamiz. Ondan keyin bu qismda faqat aynni ishlatdim men. Chunki nima uchun ayni ishlatdim? Bu studentning beshda har hech qanday so'z tovushi yo'q. Shuning uchun bu yerga shu ayni qo'rqmay ishlataverdim. Ham ba'zi bolalar o men bo'lsam bir o'quvchi deb bunda gapib ketmaydi deyishi mumkin. Sizlar o'rganishdan boshqa o'rganinglar. O'rganib bo'liblan, men o'quvchi desang bo'ldi, tamom ish tugadi. Buni bu yerga men bo'lsam bir deb tushunmasak, men o'quvchi desam, meni o'quvchiligim uchun aniqlandi. Bilinib bo'ldi degan gap. Demak, dastlab tuganganda mushuninki mao ay almash. Am yordamchi fe'l. Am is a B fe'lining tilinib chiqqani. A ma student ma kelganlik uchun studentning beshida hech qanday so'z tovush bo'lmaganligi uchun ay keldi deb tushunib tursak bo'ldi. Shuning uchun hammasida bu yerda ay bor deb. Men tafsir misolini keltirib qo'ydim. O'quvchilar vaqt chiqqanda buni yodlab qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu almash am is aning kelishi, ayning kelishi, ismning kelishiga bir qurilmani men bu yerga chiroyli yozib qo'ydim. Shundan qarablam bundan keyin sizlar ravus paket alaysizlar. Endi ma'mu o'xshash bayotin qilincha, lekin enni ishlatdi. Nima uchun enni ishlatdi? Sababi ismninki endin keyingi ismning 5da birdan so'z tovush kelib qolgan. Mayli ay kelsin, mayli i kelsin, mayli ay kelsin, mayli o kelsin, mayli yu kelsin, mushning biri bilan boshlanib qolganlik uchun 5 dan so'z tovush shuni enni ishlatdik. It is an apple. Nima uchun apple bu yerda enni ishlatdingiz? Apple'da ay bor ekan, to'g'ri. It is an orange. Nima uchun enni ishlatdingiz? Orange o bor ekan, to'g'ri. It is an umbrella. Küllük dedi. Nima uchun bu yerda enni ishlatdingiz? Ma umbrella'da yu bor ekan ishlatdim. He is an old uncle. Bu kishi bir yashangan tog'a dedi. Adam tog'asi bor, hamma deganda. Nima uchun bu yerda siz enni ishlatdingiz? Yu kelganlik uchun. It is an egg dedi. Tuxum. Nima uchun enni ishlatdingiz? I kelib qolibdi. To'g'ri.
It is an ink. Nima uchun bu yerda o bir siyah deganda endi ishlatdingiz? I kelibdiki ma oy. Shuning uchun ishlatdim desangiz 100% to'g'ri. Mushning qarablan, sizlar nima uchun ay kelganlikqa, nima uchun en kelganligini mushu darsda chutlan bilib bo'lishingiz lozim. Agar buni bilanmidim desanglar, bundan keyingi darsda besi mushkul, tez to'xtaydi. Agar meni faqat alsanglar, xo'sh bo'lsanglar bo'ldi. Hemen xil men bileldim, men o'rtasini farqlantiraldim desanglar bo'ladi. Xo'shunda bo'lsa, biz bu darsda asosliqi mushu jumla ichidagi shaxslar, zaman, endi bipili, artikul to'g'riliq qisqacha to'xtaldik. Hamda o'quvchilar mushu pishiq bilib olsanglar, biz keyingi darsda asta-asta jumla ichiga kirib ketamiz. Mushu sizlar o'rgangan grammatika, sizlar o'rgangan so'zlik, sizlar o'rgangan mushu qoida misollar ichida men asta-asta qisqa jumlalarni aytganman, sizlar tushunasizlar. Bu 2 yil o'qidim, 1 yil o'qidim, so'zlashamayman, paranlashamayman debchi bunda chaqim chapanning yoqsin ishlab o'tasaq bo'lmaydi. Men bunchalar emas. Men o'sha yangi o'rganganlarimni ma bir til o'rganib baqqandan keyin boshqa tilni men selishtirib, tez meng'otaman. Men bunda qarab, asli buningga unda uzun vaqt ketmaydi ekan, yaxshi o'rgansak, qisqa vaqt ichida muayyan saviyaga yetib olganmiz deb o'zimningki o'rganganlarini xulosalab sizlarga sunyapman. Foydalansanglar bo'ldi. Ma'lum o'ylab bo'lgandan keyin men bundan keyingi darslarda navbat ixcham qisqa jumlalarni aytganman, sizlar tushundim deb kulgandan keyin ikkinchi bosqichga o'tamiz. Bo'ldi bo'landa bo'lsa, bugun mishaq o'qiylar, qolganda keyingi dars ko'rishaylik. Allohga omonat.